Assalomu alaykum mani go'zallarim, yaxshimisizlar, sog' omonmisizlar, tinchmisizlar? Go'zallarim, biz bugun kichkintoyim bilan sirk ko'rish uchun madaniyat markaziga bordik. Madaniyat markaziga borsak, shuncha odam sirk bo'lishini kutib, 3-seans boshlanishini kutavergan ekan. Sirk boshlanib ketdi, mazza qilib sirkdagi maymunvoydan boshladik tomoshani. Sirkda mazza qildik, qalsolar o'yini, hamma sehrgarlik, koptoklar o'yini, hammasini mazza qilib ko'rdik kichkintoyim bilan. Sizlarda ham kichkintoylaringiz bog'chadan sirk uchun qog'oz bersa, shunaqa bormasligingiz iloji bo'lmay borasizlarmi, onajonlar? Biz esa mazza qildik kichkintoyim bilan sirk tomoshalarini ko'rib, kayfiyatlarimizni ko'tarib, sharlarni, o'yinchoqlarni hammasini olib, o'zimizni xursand qilib, ko'taring kayfiyat bilan uyga qarab yana yo'l oldik. Bu esa bizning madaniyat markazimiz va biz uyga qaytdik.